Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun 2026-yil 21-iyun Surxondaryo viloyatidan kelgan bemorimizning onasi bilan suhbat olib boramiz. Bemorimiz Usmonova Osiyo. MRT qog'ozini ko'rishinglar mumkin. Diagnozi mikrosefaliya, epilepsiya, DCP. Assalomu alaykum opa. Assalomu alaykum. Bizga nechinchi kelishingiz? Bizga kelishdan oldin qizingizni holati qanaqa edi? Qanaqa shikoyatlar bilan kelgansiz? Shular haqida batafsil aytib o'tsangiz. 2024-yil kelganman. Birinchisi kelganimda mikrosefaliya deb MRT qog'ozlarida doktorimizning xulosasini eshitib, barcha Toshkentda boshqa doktorlarga ham ko'rsatgan, ular foydasi yo'q davolashni degan. Bu doktorimiz aytdi, yaxshi bo'lib ketadi, xudo xolasa bolangiz degan. O'sishdan orqada qolgan mikrosefaliya og'ir etapligi uchun doktorimizga rahmat, shunchani qilyapti, yaxshi bo'lib ketadi degan. Oyoq qo'l ishlamaydi, ushlamas edi. Hozir esa odamlarni ko'rib kulib, qizim yaxshi ancha 1 yildan beri sanatoriyaga davolanishga keldik. Sanatoriyada ham sharoitlar juda yaxshi ekan. Har doim bu yerda ukollari, dorilari foyda beryapti. Bizni professorimizni qayerdan ko'rib keldingiz? YouTube ijtimoiy tarmoqlaridan ko'rib keldim. Bizga kelishdan oldin qayerlarga borgansiz? Toshkentga, Samarqandga, Termiz, o'zimiz viloyatlarga davolatganman, lekin U yerda shifo topmadingiz? U yerda ko'rmadim. Betga kelib, qanaqa o'zgarishlar bo'ldi? Qizim oldin faqat tikka bo'lib osmonga yotardi qarab, ovqat yemas, unda ishtahalari yo'q edi. Oshqozonni buzib qo'yganim, temperatura o'tganda sarg'ayib ketganda 41 ga chiqib ketib, o'shanda olib borishga ulgurmaganman. O'shandan beri doktorlar buni foydasi yo'q deydi. Shu yerga kelgan edim, ancha foydali bo'lib, ovqat yeb, ishtahalari yaxshi bo'lib, odamlar ko'rib kulib, yaxshi bo'lib o'zgarishga harakat qilyapti qizim. Kelganingizdan afsuslanmaysizmi opa? Yo'q. Doktorimiz ishlab chiqaradigan tabiiy nutrientlarimizdan qaysilarini aytasiz? Nomlarini aytib o'tsangiz? Pankrearoid, sog'lom ichak, epokoroid, keyin ishtaha bolakay ichyapmiz. Shu dorilar ichgandan keyin natijalar yanada yaxshi bo'ldi. Ancha yaxshi, Xudoga shukr. Hozirda biz toza havo sanatoriyamizda yotibsiz. Havolari qanaqa ekan? Sharoitlari qanaqa ekan? Bu yerda sharoitlar juda yaxshi. Ovqatlar, bolalarga hamma sharoitlari bor. Soya, salqin, toza havo yetarli. Doktorimizga aytadigan minnatdorchiliklaringiz bo'lsa aytishingiz mumkin. Doktorimiz avvalo sog' bo'lsin, uzoq umr ko'rsin. Bizga shuncha sharoit, shuncha yaxshilik qilayotgani uchun mingdan-ming rahmat deyman. Doim sog' bo'lib yursin. Xo'p, rahmat opa. Allohim qizingizga shifo bersin. Hurmatli obunachilar, kimda shunga o'xshash kasalliklar bo'lsa, o'ylanmasdan olib kelishingiz mumkin. Rahmat opa, sog' bo'ling. Rahmat sizga.